Assalomu alaykum. Topik 1 testlarda 59-60 savollarni yechishni tahlil qilib ko'ramiz. Qisqaroq, soddaroq qilishga harakat qilaman. 59-savolda mana bu gapni tekstni qaysidir qismidan yulib olingan va qaysi qismiga to'g'ri kelishini topishimiz kerak. Uning uchun mana shu gapni o'qib, asosiy demak fe'llardaga chizib olaman. Men mechil va tashikapomen uliga nokongoshi. Ya'ni gap asosiy qismi mana shu narsa bo'lyapti. Nokko oda. Nima qilishim kerak? Mana shu gap kelgan bitta oldidan istashim kerak. Ya'ni mana buni oldida mana shu gap kelgan bo'lishligi kerak. Birinchi gapni istab ko'raman. Bormi? Yo'q ekan. Ikkinchi gapni istayman. Nokko oda bormi? Yo'q. Uchinchi gapni o'qiyman. Nokko oda bormi? Bor. Mana nokko oda. Demak, javob tayyor ekan. Endi keling mazmunni, tekstni bir qator tekstni o'qib olasizlar sizlar va qayerda qaysi gap kelayotganini istab topasizlar. Tokki sazi anta deyapti. Demak, tokki topasizlar. Tokki mana tokki. Mana moqta deyapti, yeydi deyapti. Demak, u yashaydi, to'g'rimi? Mana yashamaydi deyapti. Bu xato javob ekan. Xo'p, urisani nokko o'ng'osin moqsin deydi. Mana bu joyda moqta turibdi, to'g'rimi? Demak, bu to'g'ri bo'lishi mumkin ekan. Mana bularni tekshirib qo'yamiz. Chonin kimdir rosa sani o'rlaganing qo'sil shirohanmida. Mana bu joyda demak, kimdir jiman kibun chokke, ya'ni kayfiyat, ya'ni shirohadani teskarisi, to'g'rimi? Cho'tta shirohada demak, mana bu javob xato. Tomuldiril mog'ol qo'sil chajro sanison nerionida. Mana bu joyda o'rlakada deb turibdi, to'g'rimi? Xato bo'lyapti. Javob demak 2 bo'lyapti.